Yoz jazirama. Shu kunlarda havo harorati me'yoridan ancha yuqori. Bunday paytda ko'pchilik salqinlikni suv bo'yidan izlaydi. Kimdir daryoga oshiqadi, kimdir kanal yoki suv omboriga. Ammo suv xatoni kechirmaydi. Bir lahzalik ehtiyotsizlik, bir noto'g'ri qadam va sanoqli soniyalar ichida oddiy dam olish fojiaga aylanishi hech gap emas. Shu bois ayni kunlarda Samarqand viloyatida suvdagi xavfsizlikni ta'minlash masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi mutaxassislari yoz fasli kelishini kutib o'tirmaydi. Ular xavf yuzaga kelishidan oldinroq harakatni boshlashadi. Viloyat bo'ylab daryo, kanal, suv omborlari va sun'iy suv havzalari birma-bir o'rganib chiqiladi. Qaysi hudud xavfli, qayerda himoya yetarli emas, qayerda odamlar hayotiga daxl qilishi mumkin bo'lgan omillar bor. Dastlab ana shu savollarga javob izlanadi. Mavsum boshidan buyon yuzlab xavfli uchastkalar aniqlanib, ular to'liq xatlovdan o'tkazildi. Fermer xo'jaliklari tasarrufidagi sun'iy suv havzalari ham nazoratga olindi. O'rganishlar davomida ayrim havzalar atrofi hali ham to'liq to'silmagani ma'lum bo'ldi. Shundan so'ng mas'ul tashkilotlar bilan birgalikda himoya to'siqlari o'rnatildi. Xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Suv bo'ylariga qutqaruv arqonlari va boshqa zarur vositalar joylashtirildi. Bu bir qarashda oddiy jihozdek ko'rinishi mumkin, ammo favqulodda vaziyatda aynan shu vositalar inson hayotini saqlab qoladi. Nazorat faqat suv havzalari bilangina cheklanib qolmagan. Ko'priklar va magistral quvurlar o'tgan hududlar ham doimiy kuzatuv ostiga olingan. Xavf aniqlangan nuqtalarga himoya to'siqlari o'rnatilmoqda. Bularning barchasi yagona bir maqsadga xizmat qiladi. Yoz fasli hech bir oilaga qayg'u olib kelmasligi kerak. Ob-havoning qizib borishi bilan insonlarning suvda cho'milishga bo'lgan ehtiyojlari ortib boradi hamda buning ortidan taqiqlangan hududlarda cho'milishlari oqibatida suvda cho'kish bilan bog'liq ba'zi hodisalar hosil bo'lmoqda. Albatta bunday ayanchli holatlarni oldini olish maqsadida Samarqand viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, shahar tuman bo'limlari tomonidan keng qamrovli joylarda profilaktik reyd tadbirlari amalga oshirilib kelinmoqda. Bu tadbirlar o'sha may-iyun oylarida uzluksiz amalga oshirilgan bo'lib, suv havzalarida xavfsizlik oyligi doirasida ham bu profilaktik tadbirlar izchillik bilan amalga oshirildi. Hozirgi kunda ham bu tadbirlar amalga oshirilgan holda cho'milish taqiqlangan hududlarda profilaktik tadbirlar uzluksiz amalga oshirilmoqda. Bular daryolar, kanallar, suv omborlari, sun'iy suv havzalari, o'sha fermer xo'jaliklarini tomchilab sug'orishga mo'ljallangan membrana qoplamali sun'iy suv havzalarida ham profilaktik tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda. Ushbu hududlarda fuqarolarning cho'milishini taqiqlovchi belgilar o'rnatilishi, doimiy ravishda bu joylarda profilaktik reydlar olib borilishi ushbu fuqarolarni suvda cho'milishlari natijasida cho'kish bilan bog'liq ayanchli holatlarni oldini olishga xizmat qiladi. Hozirgi kunda o'sha suv omborlarida ham uzluksiz profilaktik reyd tadbirlari amalga oshirilmoqda. Xususan, Kattaqo'rg'on suv omborida favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan o'sha g'avvoslar xizmati yo'lga qo'yilgan hamda o'sha favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari tomonidan u yerda patrullik xizmati tashkil etilgan bo'lib, maxsus kiymalarda shu suv ombori hududida fuqarolar cho'milishi mumkin bo'lgan yoki kichik hajmli kiymalardan foydalanish jarayonlarida ularning xavfsizligini ta'minlash borasida profilaktik tadbirlar amalga oshirilmoqda. Albatta bu tadbirlarni amalga oshirish natijasida ushbu mavsumning shu kuniga qadar 10 dan ortiq fuqarolarning hayotini saqlab qolishga erishildi. Bundan tashqari o'sha kichik hajmli kiymalardan xavfsiz foydalanish bo'yicha ham favqulodda vaziyatlar inspektori tomonidan tizimli ishlar amalga oshirilgan bo'lib, u yerda o'sha ruxsatsiz yoki hech qanday davlat ro'yxatidan o'tmagan, haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan kichik hajmli kiymalar ham undan foydalanish taqiqlangan holda vaqtinchalik saqlash maydonchalariga saqlanmoqda. Shu o'rinda fuqarolardan taqiqlangan hududlarga cho'milmaslik, ayniqsa kunning issiq vaqtlarida tanani sovutmasdan spirtli ichimlik iste'mol qilgan holda yosh bolalarni qarovsiz qoldirgan holda ushbu hududlarda cho'milish qat'iyan man etiladi. Hozirgi kunda viloyatimiz hududida 40 ga yaqin o'sha ruxsat etilgan barcha o'sha xavfsizlik qoidalari talablariga javob beruvchi suv havzalari mavjud bo'lib, ushbu hududlarda cho'milish, dam olish tavsiya etib qolinadi. Suvdagi xavfsizlik faqat ogohlantiruvchi belgi yoki temir to'siq bilangina ta'minlanib qolmaydi.
eng ishonchli himoyachi insonning o'zi. Shu bois tushuntirish targ'ibot ishlari yoz davomida bir kun ham to'xtamaydi. Qutqaruvchilar, Milliy gvardiya, ichki ishlar organlari xodimlari, mahalla faollari hamda hamkor tashkilotlar vakillari har kuni suv havzalari bo'yida nazorat olib borishmoqda. Ular taqiqlangan joylarda cho'milayotgan fuqarolar bilan suhbatlashib, vaziyatning naqadar xavfli ekanini ogohlantirmoqda. Ayniqsa ota-onalarga eng muhim qoida bolalarni suv bo'yida bir lahza ham nazoratsiz qoldirmaslik tez-tez eslatilyapti. Targ'ibot ishlari nafaqat suv bo'ylarida, balki mahallalar, ta'lim muassasalari, bolalar oromgohlari va mehnat jamoalarida ham qizg'in davom etyapti. Fuqarolar ishtirokida uchrashuvlar o'tkazildi. Ularda yoshlarga suvdagi xavf omillari, favqulodda vaziyatda qanday harakat qilish va eng muhimi xavfni oldindan qay tarzda payqash mumkinligi haqida atroflicha tushuncha berildi. Suv havzalarida taqiqlangan hududlar atrofida aholi yashash uylarida fuqarolarga uchrashgan holatda, ya'ni yosh bolalarni qarovsiz qoldirmaslik, suv havza taqiqlangan hududda cho'miltirmaslik bo'yicha qo'shimcha yo'riqnomalar berilmoqda. Bundan tashqari dam olish maskanlarida dam oluvchilarni xavfsizligini ta'minlash maqsadida mas'ul xodimlariga har kuni targ'ibot ishlari va qo'shimcha yo'riqnomalar berilmoqda. Bundan ko'zlangan maqsad fuqarolarni suv havzalarida xavfsizligini ta'minlashdan iborat. Yoz kunlari odamlar gavjum bo'ladigan Kattaqo'rg'on va Omonqo'ton suv omborlarida ham nazorat kuchaytirilgan. Bu yerda nafaqat dam oluvchilar, balki kichik hajmli kemalar, qayiq va katerlar harakati ham qat'iy tekshiriladi. Qutqaruv jileti bormi? Suv transportining texnik holati sozmi? Kerakli hujjatlar joyidami? Har bir jihat sinchiklab o'rganiladi. Chunki suvdagi xavfsizlik ana shunday maydadik tuyulgan muhim tafsilotlardan boshlanadi. Yoz mavsumida Samarqand viloyatidagi suv omborlari, sun'iy ko'llar va dam olish maskanlarida fuqarolarning dam olishi uchun kichik hajmli kemalardan foydalanish holatlari oshib bormoqda. Shu bois Samarqand viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan suv havzalarida fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash, baxtsiz hodisalarning oldini olish hamda suvda harakatlanish madaniyatini oshirishga qaratilgan keng ko'lamli profilaktik tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda Samarqand viloyati hududida jami 481 ta kichik hajmli kema davlat hisobida mavjud. Shundan 341 tasi shiriladigan eshkakli qayiqlar, 87 tasi motorli qayiq hamda 46 tasi katamaranlar, 3 tasi gidrotsikl, 3 tasi eshkakli qayiqlarni tashkil etadi. Alohida ta'kidlash joizki, viloyatimizda maksimal tezligi soatiga 40 kilometrdan yuqori bo'lgan Yamaha rusumli dvigatellar bilan jihozlangan 15 ta motorli qayiq faoliyat yuritmoqda. Mazkur qayiqlarda xavfsizlikni ta'minlash maqsadida UzGPS kompaniyasi tomonidan GPS monitoring tizimini joriy etish ishlari bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Hozirgi kunga qadar 7 ta motorli qayiq va 3 ta gidrotsiklga GPS qurilmalari o'rnatildi. Yana 10 ta motorli qayiqdan GPS o'rnatish ishlari amalga oshirilmoqda. Profilaktik tadbirlar doirasida Favqulodda vaziyatlar boshqarmasining kichik hajmli kemalar inspeksiyasi tomonidan suv havzalarida muntazam reydlar tashkil etilmoqda. Reydlar davomida kemalarning texnik holati, davlat ro'yxatidan o'tganligi, bort raqamlari, qutqaruv vositalari bilan jihozlanganligi hamda haydovchilarning tegishli hujjatlariga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'tkazilgan nazorat tadbirlari davomida 9 ta kichik hajmli kemalar amaldagi xavfsizlik qoidalarini buzganligi aniqlandi. Qonunchilik talablariga muvofiq 6 ta kema vaqtincha jarima maydonchasiga joylashtirildi va aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha tegishli choralar ko'rildi. Suv omborlariga hordiq chiqarish uchun kelayotgan fuqarolar bilan ham doimiy muloqot yo'lga qo'yilgan. Ularga oddiy ammo hayotiy qoidalar yana bir karra eslatiladi. Faqat belgilangan joylardagina cho'miling. Chuqurligi noma'lum bo'lgan joylarga sakramang. Qayiq yoki katerda bo'lsangiz, qutqaruv jiletini aslo yechmang. Bular shunchaki tavsiya emas, inson hayotini asrab qoluvchi qat'iy talablardir. Voyaga yetmagan bolalarning o'sha qarovsiz qoldirmaslik, ota-onalar bilan bir suhbatlar o'tkazilib, mahalla ijtimoiy tarmoq kanallari orqali har xil videoroliklar yuklanib tarqatilmoqda. Ruxsat etilgan cho'milish suv havzalarida esa nazoratchilarning maxsus kurslarda o'qiganligi, voyaga yetmagan yoshlarni kirgizmasligi,
o'sha nazoratsiz qoldirmasligi, cho'milish qoidalariga rioya qilishligi, maxsus nimchalardan foydalanishligi barchasi nazorat qilinib, tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Fermer xo'jaligi hududida joylashgan geomembranalarning belgilangan norma talabida qurilganligi, o'sha atroflarining o'ralgan ahvolda bo'lishligi, najot arqonlari tashlanganligi, narvonlar bilan jihozlanganligi, tegishli bo'lgan fermer xo'jaligining rahbarlari qarorsiz qoldirmasligi, agar bunday holatlar bir sodir bo'lganda o'sha belgilangan tartibda bir javobgarliklarga tortilishlari tushuntirilmoqda. Bunday tadbirlarni amalga oshirishimizdan maqsad yoz faslini xavfsiz betalofat o'tkazish, suvda baxtsiz hodisalarni oldini olishdan iborat. Kelgusida bu kabi tadbirlar davom ettiriladi. Favqulodda vaziyatlar bilan hamkorlikda Toshkent mahallasida keng ko'lamli ishlarni tashkil qilganmiz. Xususan, aholida suv havzalari taqiqlangan hududlarda bolalarini ruxsat bermasligi, taqiqlanmagan hududlarda esa cho'milish havzalarida cho'milish qoidalariga rioya qilish yuzasidan tadbirlarni o'tkazib kelmoqdamiz. Bu tadbirlarni natijasida favqulodda vaziyatlar bilan hamkorlikda Toshkent mahallasida hozirgi kunga qadar ko'ngilsiz hodisa yuz bergani yo'q. Shu boisdan ota-onalarga biz tavsiya qilgan bo'lardik. Farzandlarini taqiqlangan hududlarga bormasligini, nazoratga olishlarini mana shu bir oy davomida ta'til vaqtida shu bolajonlarga ko'z quloq bo'lib, mana shu ta'tilni yaxshi o'tkazishlarini so'raymiz. Biz favqulodda vaziyatlar bilan hamkorlikda tadbirlarni amalga oshirib, ko'rgazmali qurollarni mahalla hududlariga joylashtirib, aholi bilan suhbatlar olib borib, tadbirlarni tashkil qilganmiz. Mahallada red davomida taqiqlangan hududlarda cho'milayotgan bolalarga nisbatan, ota-onalarga nisbatan ogohlantirishlar berilib, ularni qayta shu ishni takrorlamasligi yuzasidan qonunda belgilangan tartibda choralarni birgalikda ko'rib kelmoqdamiz. Yoz fasli minglab oilalarga quvonch ulashadi, ammo bitta ehtiyotsizlik bu quvonchni bir lahzada armonga, qayg'uga aylantirishi hech gap emas. Bugun qutqaruvchilar xizmatda, reydlar davom etmoqda. Ogohlantirishlar berilyapti, lekin xavfsizlikning eng ishonchli kafolati bu o'zimizning mas'uliyatimizdir. Suvni yengishga emas, uni hurmat qilishga odatlanaylik. Shunda yoz fasli maroqli, dam olishingiz esa xavfsiz bo'ladi.